Aslı. Assalamu alaykum. Aziz yurttaşlar. Gününüz hayırlı olsun. Akşam bize Jalladin oğlum bilen Dilmaraz Sultanov'nu challenge'ine bir qo'shiqlarimizni koyup niyat kılıp şu oğlum bilen şuna katnaşamız deb, harakat qilamiz deb harakat qilib edik. Allohga beadab shukrlar bo'lsin ki xalqimiz qo'llab-quvvatladı. Xorazm xalqi tüm birleşse güç birlikte degendin qo'llab-quvvatlab bizani şu podpiska, like, kommentariyalarla kendi qilmasdan bizlere e'tiborini qaratıp like, podpiskalarni basıp turibdilar. Shundan o'g'lim quvonib, xursand bo'lib, yana qo'shiqlarni aytaman. Konsertine boraman deb niyat qilib, harakat qilib turibdi. Shu o'g'lim ham o'zi bir narsalar deb aytsin, qani ayt o'g'lim. Aziz YouTube kanalchilar, size podpiskalar basıyla Xorazm Senatçı O'zbekiston, Turkmanistonda, Respublikada Musafirda yurgan og'aynilarimiz ham katta rahmat, e'tibor bo'lmadilar. Hammasi podpiskalarni, like'larni bosib turibdilar. Shundan biza xursand bo'ldik. İlacı borasa harakat qilib, shu o'g'lim ko'p qo'shiqlarni chiqarib, hamma ishlarni qilaman deb turibdi. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Sizlarni yordamlaringiz, qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan o'g'lim quvonib xursand. O'g'lim, qaysi qo'shiqni aytib berasan bugun Xudo xolasa? Mijinadan qo'shiq Mijinadan qo'shiqni aytib beradi. Keyin biza o'g'lim bilan o'g'limning chiroyli kiyimlarini olib beramiz. Xudo xolasa, nasib etsa. Dilmaraz Sultanov kutyapti hiyvonda. Dilmaraz Sultanov kutyapti buni. Dilmaraz Sultanov bilan uchrashib, konsertiga taklif qilsa boraman, olib borasiz deb turibdi. Xudo xolasa, shunday niyatlar bilan sizlarga chiqib, sizlarni kommentariy, podpiskalaringizga ishonib qarab turibmiz. Ne deysan o'g'lim? Vay, podpiskalar basıyla unutmayın podpiskalarni. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Acaba tabriklaysiz, acaba sog'a qilinglar, YouTube kanalchilar, acaba tabriklayinglar. Katta rahmat sizlarga. Hozir bundan keyin Xudo xolasa Dilmaraz Sultanovning qo'shiqini yana bir marta sizlarga aytib beradi o'g'lim.